Bugun o'rtoqlarim bilan uchrashuvim bor. Tayinlanamizmi? Makiyajlarim уже tayyor. Sochlarimni ham qilib oldim. Shunaqa qora shimimni kiydim. Shu shimimni juda ham yaxshi ko'raman, chunki ko'p narsaga tushadi. Ustimga oddiy shunaqa jigarrang rangda bazaviy kofta kiydim. Jigarrang rang bu yil trendda. Oyog'imga bo'lsa aynan shu ustimdagi koftaning rangida larapyani kiyaman. Bir-biriga mos ranglarda kiyinishi juda ham yaxshi ko'raman. Koftam va oyoq kiyimimga mos bo'lgan shunaqa sumka tutaman. Ustimga bo'lsa shunaqa yengil yupqa jigarrang paltamni tanladim. Uzuvlarni ham esdan chiqarmaymiz. Kommentariyalarimiz hammasida deyarli bir xil savol keladi. Qomatingizni qanaqa qilib saqlaysiz? Menda shunaqa qomatni ideal darajaga keltiradigan korset bor. Bu korset tug'ruqdan keyingi osilgan qorinlarni ketkazishga yordam beradi. Bel va biqinlarni ingichka qilib ozdiradi. Siz bu korset taqqaningizdan keyin 90-60-90 qomatga ega bo'lasiz. Bundan tashqari menda shunaqa body korset bor. Body korset yordamida nafaqat qorin bel biqinlar, balki son va bo'ksalar ham ozadi. Agar sizga meni korsetlarim haqida to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram nomerimga yozinglar. Telegram nomerimni shu yerga yozib qo'ydim. Bu korsetlar yordamida sizlar orzudagi qomatga erishasizlar. Tayyor bo'lib kiyinib oldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.